Uyg'ur rahmat. Uyg'urcha gap qilsam men buni tushunasizlar deymi? Shunga men darsni asosiyatan uyg'urcha so'zlayman. Agar lozim kerak desanglar inglizcha so'zlasam bo'ladi. Ammo darsni uyg'urcha so'zlaysiz deganim uchun uyg'urcha gap qilay. Mening ismim Murat Orxon. İstanbul'da İstanbul Bilgi Üniversitesi kompüter injenerlik bölümündeki o'qituvchi bo'lib ishlayapman 16 yildan beri. Bugun sizlarga darsni men o'tmoqchi bo'lyapman. Shunga tunji qatim sizlar ko'rishyapman. So'rovnoma bo'lsanglar, so'rasanglar bo'ladi. Darsimizni boshlab ketamiz. Mayli, bugungi qilgan darsimiz C++ haqida bo'ladi. Menga kelgan uchur shu shaklda C++ haqida shu funksiya bilan program yozish deb. Shu shaklda boshlab ketamiz. Men ekrancha men ekranni share qilmayapman. Menga ko'ramsiz? Hem silab baksanız. Ha, yo'q, yana bo'lmadi. Siz meni co-host qilib qo'ysangiz qilalaymi? Yana I can't do it. Sen menga co-host qilib qo'ysan. Bana hazır oldu. Ha, endi bo'ldi. Bugun darsimiz shu shaklda bo'ldi. Bugun masalan hemen Google'ni istaganlar bo'ladi. Google'ni ichib turib, o'sha yerga shuni yozaverasizlar. Qaranglar, qilganishim mana online C++ compiler deb shuni Google search qilinglar, izlatinglar. İzlasanglar, mana oldinglarga bir mo'jin narsa chiqdi mana. Online GDP C++ compiler. Yaman ko'p bor C++ compiler, yaman nurg'un ko'p. Ama biz mana ishlataylik. Shu asan odatda masal o'lchamlikrak. Online C++ compiler. Mashina bosinglar. Bosgandan keyin sizlarga mashina bir ekran chiqadi. Chiqara oldinglarmi? Ya to'xtamasam to'xtayman. Bo'lmasa men sal tez ketib qilishim mumkin. Hemen bu ekranı içinde. Bu muhtemelen onun için evet preslerge kopya. Kılıp bir şey chatbox'ımız var mı bizim Zoom'da? Bir şey de bana. Chat. Bir şey de hemen evet ettim. Bir şey de hemen konuşmam mümkün. Oysa ekran gitti. Everyone in the meeting. Bana. Aşın bassanlar ekran çıkıyor. Şu ekran çıkandan keyin biz bir şu ekranı işletip durup C++'na qanday yozamiz, qanday ijro qilamiz, funksiyani qanday ishlatamiz, parametri o'zgargichlar qanday beramiz demasini qadama-qadam mashq qilamiz va o'zimizniki funksiyalarni yozishni o'rganish qilamiz. Qanday ochildinglarmi? Ochilgan bo'lsanglar chatbox bor, o'shaga yes deb bir yozitinglar. Men yazılganlarını köygen bulurum. Eğer yazıda alsanlar, şuna okşaş. Bir yazsanlar, ben bana köygen bulalayım. Kancıdan bakınsak, hazır, chat bakayla 18 adam durdu. 2, 3, 4, 5, azrak küteyli. Hemenler müştorun için, müşbetin içinler. Kandak? Müşbetin aslında biz paralel, asta gidereyiz. Hop. Qanchalarni 1 2 3 4 5 6 tanlarni ko'ryapman. Boshqalar yozamayapsizlar yoki to'g'ri yo'qmisizlar? Hammanglar shuni ichinglar, shu mushbatni ichinglar. Men hozir chetda sizlarga aytib qo'ydim bo'linishni. Hammanglar ichinglar. Hammanglar ichinglar. Eng az deganda 10 bola yo 15 bola ichinglarki sizlarga foydasi bo'lsin. Bo'lmasa qarab o'tirsanlar bir narsa o'rganmaysizlar. Bugun birlikda yozamiz, hammamiz bir-birimizga ergishib yozamiz. Qanchalar hozir? 6 o'quvchini sanadim hozir. Yana chatboxga yozsizlar. To'g'ri ochgandan keyin Wolf deb bir bolani ko'rdim. Açarlatamızı.
Şu chat box'ı bunu şey ettim. Şimdi bassanız çeksanlıkım çıkıyor. Çeksanlıkım çıkıyor. Ondan keyin mana mishqil sizlar miya qilsizlar shu qanday turib run degan turadi-ku yoki F9. Mesela knopka taxtanglardagi F9'ni bassanglar bo'ldi yoki sochqan bilan mouse bilan run deb bassanglar qaranglar mana ekrandagi tagida mana ko'rsizlar mana. Hello world deb mana bir uchur chiqadi. Demak, mush uchur chiqqan bo'lsa, bizning mush program hamiz to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Odatda biz C++ yozgan vaqtimizda bizning nurg'unlagan o'lchamlik mushta program yozadigan muhitimiz bor. Masalan, Microsoft'ningki Visual Studio deymiz. Undan keyin Eclipse yazsak bo'ladi. Uning pluginlari bor, bunaqa qo'shimchasi. Va undan keyin masalan Linux muhitida yozmaysanglar, Anjuta bor. Yoki bevosita tekst yozib compile qilgan shaklarim bor. Ama bizim dersteki okuvchi bolalarning kichikroq bolalar bo'lgani uchun men bevosita kemisha yazdim. Ama sizlar qayerga yozsanglar yozinglarki, bu program ham yerda bevosita ijro qilib bo'ladi. Shunda masala yo'q. Yaxshi, yana bir o'quvchimiz qo'shilgan bo'ldi. Yes, kelgan bo'ldi. Men hozir 14da hozir qancha bola ko'ryapsiz desanglar, hozir o'quvchi boladan 16 bolani ko'ryapman. Aran 7 bola bu torni ochadi. Demek ki 11 o'quvchimiz ama torni açamadinglar. Torni açamazsanglar biz sizlar darsga yaxshi foydasi bo'lmaydi. Qanday? Please all of you click on the link in the chat box. Then open this web page. So this is where you will learn the coding. Otherwise, if you look at the screen, I'm sorry you cannot learn anything. Okay, please, all of you try to open this link in the chat box. Okay. İngilizce qo'shib qo'ydim, balkim sal turkchada uyg'urcha qilib qolsam deb. Men darsning ba'zida biroz tez so'zlab ketib qolaman. Bunday vaqtlarda askar sana bo'ladi, qayta. Endi biz atda o'zimizningki program yozib boqaylik. Mana o'chirtib buni hech qanday foydasi yo'q bizga. Xo'p, mana. Bu qo'shimcha qilsa. Qanday mana bizning asosli program ishini ko'ryapsizlar. Hatto mana kim kerak yo'q aslida bizga. Qarang mana o'chirtaylik. Mana o'chirsak, bizning C++ muhitimiz to'liq aktiv bo'ladi. Agar biz buni o'chirsak, ish qilishimiz desak, amayga stdni yozishimiz kerak bo'ladi. Mana yozishimiz kerak bo'ladi. Men sinfda sizlarga. To'g'ri. Mana o'chirtay bo'pti. Mana o'chirtay. Evet. O'chirsa mana bizningki odatdagi C++ yozgan vaqtimizda bizga kerak bo'lgan shu C++ deymiz, muhiti 4 shakldan bo'ladi. Birinchisi qur. Qurdan boshlaydi, ikkinchi qur. Qarang, sol tarafda ko'ryapsizlar. Men ekranni sal cho'ngaytaymi? Yaxshi. Men cheklasamlar, men ekranimni cho'ngaydi. Qarang, mana bizda ekranimiz cho'ngaydi. Mana narsani chiqqan bo'ldi. Mana hozir bizning ekranimiz ikki ekran bo'ldi. Bu yerda biz programni kodlarni yozamiz. Bu yerda natijasini ko'ramiz. Unda bo'lsa biz C++ga qanday yozamiz degan vaqtimizda mana hashtag bor. Cho'qim hashtag bo'ladi. Mana include bo'ladi. Include degan gap uyg'urcha tarjima qilsak ichiga ol degan gap bo'ladi. O'sha program qo'shimiz degan gap bo'ladi. Mana standart o'lchamli kutubxona bor. Input, output. O'qiydigan, ekranga yozilgan kutubxonalarningki ismi bo'ladi. Odatda C++ bilan biz program yozgan vaqtimizda cho'qim va cho'qim har vaqt mushqurni cho'qim o'z ichiga olamiz. Bu birinchi. Bu kutubxona. Chunki C++ kutubxona yozgan program yozgan vaqtimizda o'zlarini ko'rasizlar, mush kutubxonaga biz programni qaraymiz. Burun boshqalar yozib qo'ygan, boshqa xat yozib qo'ygan program. Shunga biz buni mush ichiga ilishimiz kerak. Bo'lmasa biz yoza olmaymiz. Bu sababdan biz nima qilamiz? Input output stream degan cho'ng ani kutubxona import qilamiz. Program qo'shib etgandan keyin undan keyin program chiqara olamiz. Bundan keyin qaraysiz, masalan, standart mush program uchun nima bor ekan desanlar, buning uchun standart degan bizningki bir muhitimiz bor. Biz uni user namespace deb qo'yamiz va uning ichida cout degan gap C programda keladi, C++ out degan gap, yoz degan gap. Ekranga yoz degan gap. Mana
standart. Yani standart kütüphanenin gibi bu, library'nin namespace bu. Miye izletken gibi. Bunun deki nemiş kılımız desenler, miye de mani işletimiz. Ekranı yazış için biz ma iki tırnakını işletimiz. Bu knopklıktan karşısında lesson küçük degen oldu. 2 tane. Koşuyorlar. Bunun deki miyege 2 tane nokta koşuyorlar. Koşuyorlar mavi nima text. Bazı bizim dep koyumuz. Tamam. Oy vaqırmanlar ne bo'lib ketdi? Mani qo'shyapsanlar mana. İstana. Men cho'qim cheklik pesh bo'ladi. Biz buni semikolon deymiz. Bo'sh qism bo'lishi kerak. Bu bo'lgandan keyin bizning nima bo'ldilar desanglar, mana biz o'lchamlik bir qor C++ bir string yozgan bo'ldik. Agar xohlasanglar mana o'chirasanglar ham bo'ladi. Masalan, o'chiritib, isboqlar uyg'urcha nima bersangiz, yaxshimisiz? Qaranglar mana. Yaxshimisiz. deb his qo'ysak bo'lar belki. Har qanday narsa yasak bo'lar. Chunki mush chekning ichidagi narsa nima bo'ladi? Text bo'ldi. Text. Hop. Buni qilgan bo'ldik. Undan keyin return. Aslida bu return qasdi kerak emasmi yerda? Men buni bir komment qilib qo'yay. Chunki ba'zida men onlayn compile ishlatganim uchun ba'zan masala chiqib qolishi mumkin. Men qilay. Tamam bo'ldi. Men ma'lum yozmay turayli. Chunki men program update qilish uchun qanday o'chirtaylik. Mana. Qaranglar biz mana en adli bir C++ programımız bu şekilde şekillengen buldu. Miyada kırvatsla integer yazıp koyduk. Eğer void yazsam bulandı mandık sınıfta ya ama online compiler'da bazda çıkış mümkün. Bu mudur? Hem nima kemseklerler buna? Bu C++'da muşu ne buldu sana ölçemlik. Ölçemlik fonksiyon muşu özel bir fonksiyon buldu. Çünkü siz C++ program yazıp olgandan keyin icra qilishingizz kerak. Bunda batık bu program qaysi tarafdan icra qilindi? Kompyuter. Kompyuter degimiz siz ishlatayotgan hozirgi Arduino, bu bir kompyuter. Biz ishlatayotgan laptop, bu bir kompyuter, desktop, bu bir kompyuter, yoki mobil telefon, hammasi bir kompyuter. Shu kompyuterlar bir C++ program yozish uchun birinchi bo'lib nega qaraydi desanglar, shuni izlaydi. Shu narsa bormi, yo'qmi? Bu programning boshlang'ich qismi. The main function is the what? Starting point of an C++ application. Yani C++ programının bir başlangıç noktası. Şu başlangıç noktası qancha boshlash kerak? Shu bishida int integer. Bunu çok C++'ning oldingi darslarda o'qitishdan o'tgan bo'lishi mumkin. Integer, main muqim ism. Uni o'zgartiramiz. O'zgartirsa program ishlamaydi. Main deb kirasizlar, main'inga muhim degan gap qo'yib, ana markazi. Bir yerden başlayıp programımızı işlep gidiyor. Ondan keyin mani icra qiladi. Ma funksiyoni icra qiladi. Yani sorusunlar mümkün. Bu çoğun boş kerakmi? Bu boş kerak emas. Masalan, comment qilib deydi. Qaranglar, C++ comment qilmoqchi bo'lsanglar, mana ikkitadan slash yozasanglar, mana ma program run qilsanglar hech narsa ko'rmaysizlar. Qaranglar mana, hech narsa ko'rmaysizlar. Demak, ma program to'g'ri ishlayotdi. Press enter to execute constant. Demak, odatda mana ma'lum yozmaydigan bo'lsanglar, qaranglar mana shu o'z oldiga mana standart bir C++ program bo'lgan bo'ldi. Endi biz buni qanday qilib boqayli? Asta o'zgartirib boqayli. Masalan, qanday qilamiz? Boshda ikki sonning yig'indisini beraylik. Undan keyin biz bu ikki sonni qanday qilamiz? Bu ikki sonni biz qo'shib funksiyon bilan hisoblashni o'rganamiz. Qanday? Yozib boqayli. Mesela sizler aldığınız dersleri görgen boşanlar mümkün. Biz C++'da biz özgürgüçü tunutmak olsak qanday qilamiz? Data type. Yani özgürgüçünün tipini aniqlashimiz kerak. Mesela qaranglar mana integer, int local degan gibi yerli. Qaranglar mana bu qarasanglar men nurg'unlagan data type'lar bor. Ama biz ko'pincha ishlatamiz. Aslida integer ishlataydi hozircha. Chunki darsdan chiqib murakkablashtirgim yo'q. Integer ondan keyin miyaga o'zgaruvchini beramiz. Qaranglar mana x. Xo'p, ondan keyin semikolon. Nima qildik? X o'zgaruvchini tunishtirgan bo'ldik. Endi o'xshash shaklda bir tane yigitni shakllantirib boqaylik. Qaranglar. Nima qilaman? Integer y. Mana cho'qim nima bo'lish kerak? Cheklik pesh bo'lish kerak. Agar cheklik pesh bo'lmasa nima bo'ladi? Run qilib boqsanglar xato ko'rsizlar. Qaranglar mana bunday edi. 9-quruda ve kilemede 9'un bir error expectation demişler sanaş gerek asıldı.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Neydi bu? Müşteride neydi? Expected initialize before y. Ya şöyle neydi? Neydi? Hata kırıp kaldık deydi. Main C++ 9 bir. Doğru bilemedi o. 9, 7 bir şey kesildi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesela 9'un kuruluş gerek. Ben göremeye kaldım. Ya Michel hata kırısı dersi bana. Ne derse bir semikolon. Ama doğru bilmedim hata uçunu. Eğer başka C++ editörü körsem doğru yazıp şu kuruluşluk. Meyada çok çift 5 boş gerek. Ama meyada mühim emas. Qancha boş yazsam yakın yazsam hiç narsa bo'lmaydi. Ran qasımgina mana emas to'g'ri bo'lgan bo'ldi. Endi biz bunga sanata bakaydı. Qani x tang 30. Yana qancha bo'lish kerak? Semikolon. Ondan keyin y qancha? 5 deydi. Masalan 5 dersek bunda bo'ldi. Endi nima qilamiz? Bunun natijasini toplaydi. Neticesi kimi toplayman? Unda bo'lsa yana bir o'zgaruvchi shakllantirib qo'yay. Nima deb qo'yay bu yerda? T deb qo'yay. Qaranglar mana. T'ni yana o'zgaruvchi shakllantirgan bo'ldi. Endi nima qilay bu yerga? T'ga T tang nega bo'ldi? X qo'shiman y. Qaranglar, ikkisini qo'shgan bo'ldi. Endi qarang, shu program to'g'rimi? Raqib qilganman. Hech qanday xato mazmun ko'rsanglar, shu program to'g'ri degan gap bo'ldi. Endi men nima qilaman? Endi buni ekranga yozdirib qo'yay. Ekran qana yozdirman buni? Ekranga yozdirish uchun biz kimni ishlatamiz? Mau buyruqni ishlatamiz. Buyruqning ismi cout. Qaranglar, cout. Cout mana. Qarang, mana ishimiz kerak. Bu standart o'lchamlik. Deb mana ishimiz kerak qo'shib. O'tirib bo'shliq bo'lsa hech narsa bo'lmaydi. Bundan keyin mana mishimiz T'ni yazsak bo'ldi mana. T'ni yozsak mana nokta virgül. Nokta virgül koyarsak, ma program tükengen bo'ldi. Agar hozir men shu programni başta compile qilmizga compile degan gap, ma bu programni kompyuter anglaydigan buyruqlarga aylantiramiz. Chunki mana biz o'qiyotimiz integer x, integer y deb. Buni insonlar uchun, odamlar uchun biz ko'ramiz. Ammo bu kompyuter hech bir vaqt x, y chekitpash bilan hech qanday tushunmaydi. Çünkü nima? O'tirliqda tercüme qilgan bir vosita bo'lishi kerak. O tercüme qilguvchi nima? Compiler. Compiler nish qildi desak, shu yozilgan buyruqlarni odam o'qiyotgan integer x 20, 30, 40 misonlarni kompyuter anglaydigan, kompyuter tushunadigan buyruqlarga o'zgartirdi. Ha, masalan biz bu yerda buni hozir biz shu to'rda qilganligimiz uchun sizlar bevosita ko'rmayapsizlar. Çünkü men darsda oddiyroq bo'lsin deb to'rni ishlatyapman. Aslında biz mesela ölçemlik program yazım boyutu açkan olsak, başta yazımız, compile qilamiz, ondan keyin execute qilamiz. Hozir shu run hamiz bevas qiladi. Qaranglar, compile qilsak hozir xato ko'ramiz. Xato ko'ramiz. Nima deydi? Qaranglar. Cout was not declared deydi. Qaranglar, cout degan narsani ko'rmayapman deydi. Cout degan narsani topolmayapman deydi. Nimishqa? Çünkü cout degan bizim bu funksiyonimiz qiyas shaklangan standart. Standart nomli kutubxonaning ichida namespace deymiz. Shu alanning ichidagi tanlangan bir funksiyon. Endi run qilib baksak, qaranglar, hech qanday xato ko'rmaymiz. Ha, endi qarasak ekran yozmadi bu. Yozdi 35. 35 chiqqan bo'ldik. 35 chiqqan bo'ldik. Endi hozir pek ozlab qoldi, shunami? Biz agar natijada yozmoqchi bo'lsak qanday qilamiz? Unda biz ham bir tanoqni bilan qo'shib qo'yaylik. Qaranglar mana. Menda bir tanoqni qo'shib o'tib, ekranlar natijada biz qo'yaylik. Natija. Hop. Undan keyin yana bir tanoq qo'shaylik. Qaranglar mana. Qo'shib mana t qilsak, endi ikkisi birlikda chiqadi. Qaranglar mana. Natija. Endi bu yerda nima ko'ryapsizlar? Bu yerda ko'rgan narsangiz shu. Demak, biz ekranga bir narsa yozdirmoqchi bo'lsak, std standard out. Standard buni yozib ekanmiz, undan keyin matnni yozib ekanmiz, undan keyin mishak mana. Biz yozmoqchi bo'lgan narsani ismi qo'shtirnoq qo'shib o'tamiz. Undan keyin o'zgaruvchini qo'shamiz. Bu yerga yana yozsak, yana bo'laveradi. Bu yerda shart yo'q. Masalan, qaytib yozib qo'yaylik. Masalan, standard, masalan, qaranglar, check it, cout
Qanday deyapmiz? Mana mal qilgandan keyin ekranga yozma degan gap keldi. Yaxshi natija. Qaranglar mana. Yaxshi deb yozib qo'ydi. Chek. Nima bo'lish kerak bu yerda? Cho'qim cheklik pech bo'lish kerak. Endi yana bir aniq qilib qo'yaylik. Qaranglar. Yan chiqqan bo'ldi. Bu yerda bir masalani ko'rdinglarmi? Masala shu. Bu nima ishqa men ikki quruq yozdim. Ko'rdinglarmi? 14-quruqqa mana yozdim. 15-quruqqa yozdim. Ammo qarasam natija ikkisi o'xshash chiqib qoldi. Meni bundan ko'rgim yo'q. Unda biz buni qanday qilaman? Qanday qilsam bo'ladi? Unda bo'lsa bizning mishalchi qaranglar, men demoqchi bo'lganim, men qurni yozishdan bir meyagacha birdan buyruq beray. Keyingi qurdagi ekranga chiqqan natijalar tuvanga yangi bir qurg'i chiqsin deb. Uni qanday qilaman desam, qaranglar, men qilib qo'yaman buni. Qilib, nima ish qilaman desanlar, bir buyruq mana. Qaranglar, slash n degan gap yangi degan gap. New line. Qanday ko'rib boqaylik. Chiqamdi? Qaranglar mana. Tek chiqqan bo'ldi. Mana hozir 14-qurg'a qarasanglar, biz bu yerda 3 tane ekranga pushur yozyapmiz. Biri natija. Qaranglar, kim ishlatdim? Men tirnoqni ishlatdim. Ikkinchisi t'ni o'zgarguvchi. Qaranglar, bu t'ning qiymati nima? T'ning qiymati mana 30 qo'shilgan 5. Mana t'ning qiymatini bergan bo'ldi. 35. Undan keyin yana bir chiqib bergan bo'ldi. Buyruq. Bu nima qildi? /n. /n degan gap nima? Bu ne? Tuvanki. Yana birisini yana tuvanki bu qurib chiqar degan gap. Yaxshi bo'ldi. Endi yana bir yozib boqaylik. Sizlar yaxshi degan yozib boqaylik. Nima qilmay cho'qim standart yozishim kerak. Qilaman cout yana yozdim. Nima qilay? Endi Uyg'ur bolalar deb yozib qo'ya. Uyg'ur balilar. Nokta. Ne? Cheklik 5. Endi ko'rib boqaylik. Yani nima ko'raman? Bu qitim ma'nosini chiqib qoldi endi. Buni qanday hal qilaman? Unda bo'lsa, buni hal qilishning usuli shu. Agar mana string bo'lgan bo'lsa, nima qilaman? Shu string ichiga yana /n yozsam bo'ldi. Qaranglar, /n yozsam, endi ko'rib boqaylik. Voy, mana to'g'ri chiqqan bo'ldi. Men xato yozib qo'yibman, Uyg'ur bolalar deb. Mana bu yerga chiqqan bo'ldi. Biz bugun nima ko'ryapmiz bu yerda? Biz bu yerda /n farqini ko'ryapmiz. Bu yerda chunki 3 o'xshamaydigan o'zgaruvchi bo'lgani uchun men /n ayrim yozib qo'ygan bo'ldik. Ammo bu yerda-chi hammasi string text bo'lgani uchun /n qo'shib yozgan bo'ldik. Bu yerga-chi agar yana birdan san bo'lsam, yana xato chiqadi, yana tuvanga chiqib qoladi. Masalan, yozib qo'yaylik. Cout. Ba'zida mana qilishimiz mumkin. Qaranglar, standart cout. Qaranglar, Masalan, qanday qilaman? 20 qo'shilgan 40, 50 desam, yana bo'ladi. Masalan, cheklik 5. Boqaylik, nima ko'raman haqiqatan? Qaranglar, 70 chiqdi. Ammo 70 ne chiqib qoldi? Yana 16 ga ergishib chiqib qoladi. Unda biz mishqlarga yana /n qilib tuvanga chiqdi. Uchun run desam, yana chiqqan bo'ldi. Endi hammanglarning bir narsa diqqatini chekkanlar bo'lishi mumkin. Qaranglar, men nima ko'ryapman? Standart. Hamma yozyapman. To'lmishim tushib ketdi-ku buni. Unda biz buning asaniq usuli bormi? Asaniq usuli bormi desak, albatta bor. Qaranglar, bu sistemni qayta yozavermay desak, agar ko'rdinglar, standart bo'lmasa bu kod program ishlamdi. Qaranglar, hozir qolsin xato ko'rsa ishlamaydi. Ko'rdinglarmi? Mana 17-qurda bunday cout qaranglar. Cout nima? Cout was not declared. Qarang, standart cout ishlamayapti-da. Unda biz buni hal qilishning usulini bitibdi. Qarang, nima qilmaysanlar mana. Using namespace std. Men gap bo'ldi. Shuni yozayotgandan keyin butkul programda standart std mishaga kirgan bo'ldi hozir. Mush programga qo'shayotgan bo'ldim. Endi run qilib boqaylik. Voy, qaranglar, program texmo attilishib ketdi. Mana program nayt attilishib ketdi. Endi shu stga yozishga hech kerak yo'q. Chunki nimishqa stni mana shu yozib qo'ygan edim menga. Yozib qo'ygan. Bu sababdan nima bo'ldi? Menga hozir yozishga hech kerak qolmadi. O'zgarib ketdi. Endi kichiklik natija qilib olsak, ko'rdinglar, C++ yozgan vaqtimizda cho'qim shuni yozishimiz. Nima uchun?
degan vaqtda chunki C++ning orqasida nurg'unlagan program, nurg'unlagan kutubxonalar bor. Maxsus C++ compiler shu mutaxassis tarafdan yozilgan programlar. Onu ishlash uchun cho'qim input outputni kirgizamiz. Bu funksiyani işte nurg'unlagan metodlarimiz bor. Maxsus tanilgan biz uni namespace deymiz. Namespace package o'xshash. Ularning nurg'un ayrim ismlari standard deydi, input network deydi, nurg'unlagan ismlari bor. Ama biz en ko'p ishlatilganini standard degan namespace'ning ichiga yig'inchoqlab qo'ygan. Bu sebepten biz standartni aldık. Ko'rdinglarmi? Chunki Cout ekran yozish uchun Coutni aldık. Qarasanglar, mana namespace, user namespace'ni qilib qo'yganligimiz uchun ko'ryapsiz, bevosita kelmaydi. Bu narsani to'g'ri ishlatyapmiz. Endi keyin yana bir maqsad bor. Bu sintaksis pek muhim. Qaranglar, namespace qilgan vaqtimizda cho'qim semikolon bo'ladi. Bunu unutmaysizlar. Ama include qilgan vaqtimizda nima bo'lmaydi? Semikolon bo'lmaydi. Cheklik pesh qo'ymaymiz, cheklik pesh qo'ymaymiz. Chunki siz bunu yozgan vaqtingiz /include yozgan vaqtimizda C++ program compile program yozuvchi bevosita siz program qurgan bo'lsangiz kompyuterning yeriga avtomatik berib shu kutubxonadan kerakli bo'lgan, muhim bo'lgan kutubxonani topib chiqarib o'zining programmasini ijro qiladi. Bu sebepten bu o'lchamlik buyruq. Ama ma'lum siz muhit ishlatamiz. Shunga C++ quroliga asosan, qonuniga asosan biz qilamiz cheklik peshni ishlatamiz. Xo'p, endi ko'ryapsizlar. Benim bo'ldi 2 soniki qilmoq natija mashq bo'lsa, mana x y ni berdim, 35 ni oldim. Endi shuni o'zgartirib boqay. Masalan, y ga endi qanday boqay? Y ga men 30 ni berib boqay. Qancha? 100 deb boqay. 100 berib yana san to'plab boqay. Bu vaqtda qanday qilman bu qitim? Yana qaytadan ishlashim kerak. Qaranglarmi? T tan x qo'shiman y deyman. Endi qayta chiqaraman. Qaranglar, Cout nima deyman? Mana natija. Nima deyman? Qaranglar, men qilib bo'shliq qo'yman mana. Tirnoq qilib, endi keyin nima qilay? Bu yerga t dey. Endi keyin ying qurib o'tay. Ying qurib o'tashning ikki tane usuli bor. Biri /n yasalgan bo'ldi. Yoki qaranglar, end line. Qilsanglarmi bo'ldi? Mana sinab boqaylik, end line ishlatmagan uzun bo'lgan, xato yozmagandim buni. End line. Qaranglar, bu yana to'g'ri chiqqan bo'ldi. End line. Nemishqa bu 71 chiqib qoldi. 70 nereden keldi bizga? To'g'ri. Natija 130, natija 70. 1 masala bor. Cout. Chunki qaranglar, 70ga o'xshashlarni chiqib oldi. Buning uchun nima qilamiz mana? Buni qutulish uchun mishaga // qilsak yaxshi. To'g'ri, // qilmaylik, / qilsak yaxshi bo'ladi. Yoki nima qilsanglar, bevosita end line yazsanglarmi bo'ldi. Chunki end line nima ichida? Şunun ichida yozilgan. ST'ning ichida yozilgan bu. Xo'p, hozircha biz bilgan ishni qilaylik. Mana /n qilsak, endi qutilgan bo'lamiz. Qaranglar mana. Mana natija chiqqan bo'ldi. Men yozib qo'ysam mana, qaranglar, end line comment mana end line qilib ko'ringlarmi? End line o'xshaydi kimga? Shu ikkisi o'xshaydi. /n bilan ikkisi o'xshaydi. Qanday? Qaysini yaxshi ko'rsanglar, shuni ishlasanglar bo'ldi. Mana run qilsak, natijamiz chiqqan bo'ldi. Endi yana bir qitim yozaylik. Maqsadim nima ish qilmamda? Qancha 400 dan 500 ning natijasini to'playlik. Bu vaqtda qanday qilaman? X ga qancha deyman? 400. Qaranglar, y qancha deyman? 500 deyman. Endi keyin yana yozaman. Qaranglar, deb yozaman yana Cout. Qanday? Mana natija mana manizutay qanday mana naqlaylik natija bo'sh tashlab qo'ydim. Yana mana qilyaptim. Kim bor deb natija t ga yozilgan. Undan keyin xalsam /ni ishlatsam bo'ldi yoki end line ishlatsam bo'ldi. Ko'p vaqtlarda biz end line ishlatamiz. Chunki bu o'zim berimo, shu constant o'xshaydi. Qiymati /n ga o'xshaydi. Nerede qanday yozilgansa bu mashina ichida yozilgan, shu kutubxonada to'ldirilgan. Yozaylik, qarasak mana natija 130 chiqdi. Nima 130 chiqdi? Nimishqa? Chunki biz funksiyani chiqarmagan bo'ldik. Men hisoblashni qaytadan ijro qilmadik. Qaranglar, x qo'shilgan y. Mana endi yana bir ijro qilib boqaylik. 900 chiqdi.
Hamisha kichikni to'xtayman. To'xtab sizga savol so'ramoqchi bo'lyapman. Hozircha qanchalar mushakchilik yezib keldinglar? Chat boxning ichiga yes deb yozinglar. Men shundan qarab qo'y. Qancha odam yozilgan ko'rib qo'y. No, 1, yes 2, 3. Chunki men darsning tezligini shundan qarab tanishmoqchi. Ve maqsad tugutish emas. Qanchalar yozyapsizlar, ko'ryapsizlar uni ko'rmoqchi. 4, 5. Boshqa? Endi biz çünkü dersimiz vaqti 1 soat belgilangan, hozir 30 minut o'tib ketdi. Biz darsimizni davomlashtiraylik, çünkü ders plan bo'yicha menish kerak. Endi maqsad shu. Sizdan bir aqlingizga bir cho'qim bir savol keldi hozir. Masalan, nima savol? Qaranglar, x 3 5 bo'lgan vaqtida yana bir qitim hisob yozdim. Yani 20 o'zgargan vaqtida yana bir hisob yaptım. Chat. Madem men rang qilolmadim. Sen rang qilolmagan bo'lsang, nima rang qilolmaysan? Sintaksing to'g'ri bo'lishi kerak. Programma to'g'ri bo'lmasa, madem men rang qilolmadim, Visual Studio bilan qilaman. Ha, sen tamam, yaxshi Visual Studio ishlatgan bo'lsang, barakallah. Visual Studio shunday o'xshab qoldi, muhit o'xshaydi, shunday o'xshaydi. Eğer burun program yazıp bakkan bolsan, ama tunç qitmazgan bolsan, ara tanışışga qanday rang qilamiz. Bunun için Visual Studio'ni ish kerak. Manda qilaylik, darsimizni unda bo'lsa, sen manda qil. Eng yaxshisi sen hozir men vaqtni isrof qilmaslik uchun qanday? Sen darhol men torni ochqin. Men aytgan torni mushboch ijro qilgan. Chunki men boshqa 18 balni 9 qo'yib turib, sen ayrim dars qilsam, men boshqa ballarning vaqtini qo'ygan bo'lamiz. Qanday? Hemmemiz ortak muhitde gidelim. Çünkü hiç okşaş, çünkü hiç farkı yok. Çokum bir yerde bir yana kaçırıp olan oluşum mümkün. Ve gerekse ama kodunu kopyalayıp aşağı chat box'ı kaçırıp koyma. Copy paste kıl. Belki başka kodlarım kullanmadan bolsanlar müşterine copy paste kısalmışken bunu da. Mesela ben chat'ki aldım ona. Hemen yazdım. Paste. Ona. Müşteri hemen edip copy paste kısallar. Şu muhitqa, müşteriga. Şu hazır işleydi. Hop, endi savol shu. Qaranglar, men shu savol to'xtab qolgan. X 35 qilsam, yana bir qitim ishlayaptimi? 20 ni o'zgartsam, yana ishlayaptimi? Qarang, bu yerda X 4 ishlayapsam, yana ishlayaptimi? Qayta ishlayaptimi? Bu to'limi avarchilik. Endi biz shunday ishni qayta takrorlashning oldini olish uchun nima ish qilamiz? Biz fonksiyon yazımız. Fonksiyon. Mi ekleyelim. Onda biz fonksiyonda ne yazımız? Qaranglar, biz bir şey yazımız. Main'in tüpsü bir qancha yazalaymiz fonksiyonda. Main'in sırtıga yazışımız mı mümkün? Main'in tiyiga. Ama biz miya yazaylik. Mana miyaga qaranglar yazaylik. My functions. Deb yozib qo'yamiz. Mening fonksiyonlarim. Unda bo'lsa boshlaylik. Funksiyonni qanday yazamiz? Degan vaqtimizda o'xsha qaranglar, mushum bir fonksiyon qo'y mana. Mana. Mushum bir fonksiyon. Unda biz nima bo'lgan? X qaranglar, biz nima ish qildik? Integer san beryapmiz. Unda bo'lsa, qaranglar integer deymiz. Ya'ni belki maqsad shu. Hisoblagandan keyin qanday natija olamiz degan savol chiqadi. Natijaningki tipi, data type. Uniki tipi qanday bo'lsa shu shaklda biz ashuna asosan funksiyonninki tipi, turi, xilini belgilagan bo'ldik. Uningki bir ism beramiz. Ahmad, Mahmad, Samad. Nima bo'lsa bo'ladi? Biz men nima bo'layotdi? Sanlar yig'yapmiz. Shunami? Unda bo'lgandan keyin biz nima deylik? Add yazaylik. İngilizce add fuqsda topla degan gap, yoki turkcha uyg'urcha yazsak topla degan gap bo'ladi. İngilizce add yoki sum. Mana, qaranglar, tirnoq ochamiz. No problem. Tirnoq açsak, undan keyin nima qilamiz? Bu yerga o'zgargichlarni yozishimiz mumkin. Qanday o'zgargich yoki boshqa ism bo'ladi? O'zgargich yazsak bo'ladi. Biz boshda mushazimni o'qishni tuzatamiz hozir. Ashingiz bir boqaylik. Qaranglar, mana integer x integer y ikki o'zgargichni bergan bo'ldik. Qaranglar, mana bir o'zgargichi ikki o'zgargichni bergan bo'ldik. Biz buni parametre deymiz.
yoki ba'zi vaqtda argument deb qo'yamiz. Biz parametr deb bilganimiz matematik maktablarda parametr. Bundan keyin nima qilamiz? Matlabni ochamiz. Mana qaranglar, mana bu bir bizning funksiyamiz bo'ladi mana. Ko'rdinglarmi? Ikkisi o'xshaydi mana. Integer ma o'lchamlik funksiyon. Integer mana buni parametri yo'q. Albatta buni parametri qo'ya olamiz, ammo siz hozir qo'ymay turinglar. Mana qarasanglar ikkisining hech farqi yo'q. Nega integer? Ha, biz bu funksiya ichida nima ish qilamiz? Biz funksiya ichida mush sonlarni to'playmiz. Qaranglar, mana yozib boqaylik. Integer t yozganda tushunami? Qaranglar mana. T tang x qo'shimin y. Qaranglar, mana. O'xshash sonni qilyapman mana. Integer x, integer y. Nima qildim? Integer t x to'pla y qilyapman. Xo'p. Endi bir narsa qoldi. Bu nima ish qildi? Integer degan gap funksiyon ishlamini tugatgandan keyin menga bir natija berish kerak. Natija qaytirib berdim. Unda biz qanday qaytirma? Bunun uchun maxsus bir alohida buyruq bor. Bu return. Qaranglar mana. Return degan gap qaytirib ber degan gap. Qaytir. Bu funksiyonga bir narsa qaytirib ber. Nima qaytirma? T'ni qaytirib bermayman mana. Qaranglar. Mana tutgan bo'ldi. Yana bir qism takrorlab o'taylik. Qarang, x qayerdan keldi? Mana tirnoqdan keldi. Y nereden keldi? Tırnaqdan keldi. T-chu mana miyada shakllantirdim. Undan keyin T nima ish qildi ekan? X qo'shiman y deyotganman. Ko'rdinglarmi? Cheklik 5 qilgan bo'ldim. Yaxshi. Undan keyin nima ish qildi ekanman? Return. Nima uchun return qilaman? Chunki integer deyapman. Integer degan gap menga integer, yana sonliq bir ma'lumot qaytirib beryapti. Shunga return ishlatgan bo'ldim. Xo'p, undan keyin men chaqirib boqaylar. Mana qaranglar, atni chaqirgan bo'ldim. Endi biz miyaga boqaylar. Qaranglar, miyaga bitta CO yozibdi. Mana nima aytsanglar, bu comment bizga o'xshash. Nima aytsanglar? Test. Qaranglar mana, test. Biz urush bilan bunda deymiz. Funksiyani sinaq qilaylik. Qaranglar, funksiyonni sinaq qilaylik. Nokta. Tüvenki kurgu çıksın keyinki neticeler. Mana. Run da bakaylik. Qaranglar mana. Bizning natijamiz meyda mana. Qaranglar, funksiyani sinaq qilamiz. Endi sinaq qilaylik. Qanday sinaq qilamiz? Mana funksiyani ismini chaqiramiz. Faqat ham qaranglar mana. Funksiyani ismini chaqiramiz. Funksiyani ismi nima? Add. Mana. Qaranglar, add. Kim to'playman? Deb boqaylik. 35 bilan 10 ni to'plab boqaylik. Xo'p. Ama bunu nima qilishim kerak? Ekranga yozdirishim kerak-ku. Unda bo'lsa qaranglar, mana cout. Mana funksiyon ekranga yozdiray. Ekranga yozdirib bo'lgandan keyin tuvanki quruq ketay. /n bo'lsin. Qaranglar, ko'rib boqaylik. Run. Voy. Qaranglar, 45 chiqdi. Ko'rdinglarmi? Bu yerda t yozdimmi, yozmadim? Qaranglar, bu yerda t ga 35 deb x ga atmayaptimi, qilmadim. Mana ham nima ish qilmay shuni qilib boqaylik. Masalan, 45 dan yozib boqaylik. Qancha yozib boqaylik? Qaranglar mana. Qancha mana o'zgarib boqaylik. Minus deylik. -5 +5. Albatta 0 chiqish kerak. Mana nima deb boqaylik? 10 deylik. Managa 5 deylik. Xo'p. Endi mana nima deylik? -10 deylik. Managa 5 deb boqaylik. Qaranglar, nima ko'ramiz? Run deb boqaylik. Qaranglar. Hepsi çıktı mı? 45, 0, 15, -5. Hepsi çıkan oldu. Endi netice, endi miyada sizlar çoğum bir fikir şekillenindi. Funksiyon maksatı nima ekan? Funksiyon maksatı şu. Eğer biz o'xshash bir ishlamni qilmoqchi bo'lsak, bu o'xshash ishlam nima desanglar, 2 tane son olaman, yig'inisini to'plab qaytiraman. Bunda işte qilmaydi, qaytmış, ko'rdonaga yani birinchi qurdan boshlab biz qaranglar, mishyachilik 15 deb quruq xat yozib ketdi. Buni qayta yozavermay, nima qildim? Boshlikam izlatdim bir funksiyon. Ha, bir funksiyon yozib qo'ygandan keyin mana miyaga undagi nima qildim? Keyingi qurlarda bevosita chaqirgan bo'ldim ismini. Ondan keyin hammasi ishlab ketaverdi.
Qaranglar, C++larda bu qurlarning bir farqi yo'q. Çünkü C++da şu nokta virgülün kögeçilik C++ avtomatik hammasini o'xshash bir natijada ko'raveradi. O'xshash bir qurda ko'raveradi. Shoma cheklik bas tufayli bo'lsa, ma'nosi yo'q. Mana buni ko'rgan bo'ldik. Endi bu yerda san to'playapti. Unda biz chiqqan chiqarib boqaylik. Mesela subtract, uni yozib boqaylik. Qanday yozamiz? Mesela o integer bo'lsa, qaranglar, sub. Menga sub chiqarish, ilish. Nima yozaylik? Marketer integer m yozaylik. Integer n yozaylik. Qarang, ikki tanasi. Ha? Marketim qanday yozay? Buni sal ilgari sevirda yozib boqay. Qaranglar, t naptimi? Yani return qilibdimi? Bu kerak bormi? Agar menda qilsam bo'lamdi. Return m element n. Bo'lamdi? Albatta bo'ldi. Chunki sizlar hozir Arduino bilan program yozyapsizlar. Arduinoda odatda ishlatilgan shakl bu shaklda bo'ldi emas. Qanda ma'lum faqat o'rgangan vaqtingizda sizlarga mana funksiyon qanday ishlaydi deb bunlarninki ishlash prinsipini tushuntirish uchun mana shu shaklda yozib qo'ygan bo'ldim. Ammo odatda sizlarga o'xshash mana Arduinoga o'xshash yuqori saviyali program yozgan vaqtimizda biz mana o'zgaruvchi mega tanlashga hech kerak ehtiyojimiz yo'q. Bevosita nima ish qilamiz? Qaranglar mana n barsa bevosita ishlab ketadi. Va yozdi. Masalan, yana sinab boqaylar, mana qaranglar. Qanday sinab marketim? Cout. Qarang, mana chiqqan bo'ldi. Mana buyruq. Nima qilgan marketim? Sub. Qaranglar mana sub degan gap ilish. Masalan, bunda boqaylik. 10 dan element 15 ni qancha chiqishi kerak? Ko'rsizlar marketim n qilmasini tueng quruq chiqadi. Ko'rsizlarki -5 chiqishi kerak. Va qaranglar mana -5 chiqqan bo'ldi mana. Ma'lum. Ha. Ba'zi bolalarni deyishcha, raqamli shu dars ozroq siz ketyapti-da. Qaytida. Ba'zi bolalarni deyishcha, ular bu shu darsga yetishmayapti-da. Ha, yetishamasa biz qayta so'zlaymiz. Qayta takror qilay. Bu yergi maqsad shu. Funksiyon yozishimizga maqsad sizlarga deyaptimi? Shunda menga maqsad bir sonni yig'inchoqlash bo'ladi hozir. Sonni yig'inchoqlash bo'ladi. Qaranglar, x ni bir son berdim, y ni son berdim. Qancha 35 ni to'plamoqchi bo'ldim. Cho'qim qilgan ishlar mush bo'lishi kerak. To'playman, sonni to'playman, ekranga chiqarman. Keyin endi sizlar 35 ni to'plamaysizlar. Marketim qanchani to'plab boqay? 100 bilan 30 ni to'play. Nima qildim? Yana yozishga majbur bo'lyapman. Keyin 400 dan 500 ni to'plamoqchi bo'lyapman. Yana nima qildim? Qaralmish program qayta ijro qilyapman. Ha, unda bo'lsa men nima qilay? Qayta yozayvergichilik qana programning tubsida bir program yozib qo'ydi. Biz buni nima deymiz? Funksiyon. Undan keyin qayta tuang qo'nishi chaqadi. Marketim alayda kod programmasi kerak emas. Nima qildim? Bevosita funksiyani chaqirma, sonlarni yeriga berma va ijro qilma. Masalan, men yangi bir funksiya chiqargan bo'ldim. Yangi bir funksiya chiqardim. Qanday qildim marketim? Mana sub. Yangi son ilish. Mana bu yerda qilib turib, ikki sonning natijasini chiqargan bo'ldim. Endi yana bir mashg'ulotib funksiyani to'xtatamiz bu yerda. Bu nima desak, qarasak integer 1 yuribdi. Masalan, Arduino qalsanglar, mana bir narsa ko'rsizlar. Void deb bir narsa ko'rsizlar. Mana uchur keldi, chat nima yozinglar? Reply. Men buni ko'rib bo'lmadim. Ha, mana qaranglar, void degan vaqtimizda funksiyon ishlaydi, ammo natija qaytarmaydi. Masalan, qaraylik, masalan, hello deb yozaylik. Qaranglar, menga hello deb yozib boqaylik, funksiyon yozib boqdim. Hech narsa bo'lmaydi, qaranglar. Ammo funksiyonninki tuzilishi o'xshaydi. Agar xalsanglar menga komand yozib qo'ysanglar bo'ldi, aralashib ketmasin deb mana // end of the what? Add function. Hop. Buni ham yozib qo'ysam bo'ldi. Mana ikkinchisi nima ekan sanlar mana. Qaranglar, end of the what? Sub. Masalan, mana tirnaqcha qo'ysam aralashib ketmaysiz. Sub function.
mana add deb qo'ydi. Add function. Can you type slower or wait after or don't type? You type so fast. Okay. Thank you. And so this is what? Bu ikinci fonksiyon. Please, okay, follow me. Let me just a second. Okay, now I sent you all of this code to the chat box. Okay, get this code and pass into your editor. Okay, now we are here. So, hello. Niyada. Endi bu yerda return kerak emas. Return kerak qilmaymiz. Bu yerda nima ish qilmaymiz, qiranglar? Faqat yazamiz cout. Qalamlar. Hello yazaylar. Hello students. Students. Tik. Nima qilaman? Keyingi quruqqa o'tib ketsin. /n. Endi mani chaqirib boqaylik. Mana ikkisini farqini ko'rishinglar kerak. Return var. Nima ishqa? Chunki integer, float, boolean deb bir natija kutaman. Miyada-chu? Yo'q, kutmayman. Ekran blokken bevosita uchir yozib o'taman. Masalan, bu chaqirib boqaylar. Chaqirgan vaqtimizda mana qaranglar, void hello. Buni chaqirib boqaylar mana. O'xshash funksiyani tushunib tushsizlar. Tushib, maqiyatin biz coutni ishlatmaymiz. Nima ishqa? Cout ni ishlatish uchun o funksiyonun tipi nima bo'lishi kerak? Integer bo'lishi kerak. Chunki coutning maqsadi bir narsani ekranga yozdirsizlar. Ya'ni ichida bir natija, ichida bir data, ichida bir value bo'lishi kerak. Undan keyin ekranga yozdira olasiz. Bo'lmasa yozamasizlar. Va void degan nimaga? Void ichida bir narsa yo'q. Bo'sh degan. Agar mana ikkisini siz turgan bo'lsanglar, C++da biz funksiyon yozgan vaqtimizda nima ish qilamiz? Cho'qim funksiyonninki tipini aniqlashimiz kerak. Integer bo'lamdi? Bo'lsa. Void bo'lsa void. Cho'qim belgilab qo'yishimiz kerak. Bo'lmasa C++ programni ijro qilmaydi, xato beradi. Shunga biz cho'qim majburiy bir shaklda void yozishimiz kerak. Agar shu funksiyon bir natija qaytarmasa, bir hisoblash qilmasa, keldi chaqirib boqaylik. Nima bo'ldi bu? Qaranglar. Hello. Mana, qaranglar, hello deb chaqiramiz mana. Ammo bu funksiyon bo'lganligi uchun tirnoqni berib qo'yamiz. Run qilib boqaylik mana. Run qilsak, qaranglar mana. Hello students deb berib chiqargan bo'ldik. Ikkisining farqi shu. Agar siz xohlasangiz sinab qilinglar. Men qilib cout deb yozsanglar, qaranglar mana. Cout qilib, masalan, hello deb yozib, mana bu funksiyon bor. Qilib mana. Semikolon qilsanglar, men xato ko'raysizlar. Qaranglar mana. Xato ko'raysizlar. Chunki nima? Bu void funksiyoni mana qaranglar. Bu operand mana types are nima? Voidga bu kelmaydi. Ish bu to'lg'anlik emas. Ko'rdinglarmi? Bu sababdan nima qilamiz? Buni ishlatamaysiz bu yerga. Ko'chirdik. Cho'qim nima bo'lgan? Agar bir funksiyon qanday void bo'lsa, biz bevosita ismidan chaqirtirganmiz. Agar nima bo'lgan? Void emas, integer bo'lsa-chu. Masalan, integer bo'lsa, coutning ichida chaqira olmaydi ekanmiz degan natija chiqadi. Chunki siz integer degan gap shu funksiyonni siz bir o'zgargichida ishlata olasiz. Qaranglar. Yerga bir sinab boqaylik, yerga cout, qaranglar, test funksiyonlarni yana bir qatam sinab qilamiz. /n. Mana sizga yozib qo'yay, copy paste qilay. Masalan, Ctrl All kopyalar. Chatga choplab o'tdim hozir. Mana oxirgi qismini yetishmagan bo'lsanglar mana. Men kelgan bo'ldim. Endi qanday qilamiz desanglar, mana sizga bir ko'rsatay. Dedim-ku hozir. Helloni ishlamaymiz, o'zgargichiga assign qilmaymiz. Ammo funksiyonlarni assign qilib bo'ldi. Integer. Masalan, qaranglar, men qiziqarli ish. Masalan, t baba bizniki, masalan, yozal boshqa bir narsa. Integer nima deydi?
Mesela W deyli qaranglar. Nima deyman? Add. Qarang, bana qil bo'ldi mana. Qancha? 100 200. Bilmagan gap hozir. Comment now. W looks like 300. Qaranglar, mana tang bo'lgan bo'ldi. Mesela integer k deyli. Mesela bunun deyli sub. Qarang, yuqorida tamam ishlatgandik biz. Mesela bunun nima deyli? 20, okey 40 yazayli. Bilmagan gap bo'ldi. Qarasanglar, ko'rsanglar hozir k is what equal to minus 20 bo'lgan bo'ldi. Qaranglar mana. Ikkisi ishlagan bo'ldi. Endi mana chiqirib qo'yamiz, ekranga yozib qo'yaylik. Qanday biz ko'radimda ko'ramandik. Qaranglar, cout, ko'rib qo'yaylik mana. Qaranglar, w is mana qaranglar, ekranga yozirman w. Andin keyin mana yana bir ekranga yozirman. Buni analikin qo'shib yozish kerak w. Andin keyin qaranglar mana nima deyman? Mega k is kim k. Andin keyin nima qilaman buni? Qirib ekranga yozib o'taylik. End line. Qarab boqaylik, 300 200 ni ko'ra oldik. Qo'y. Nurg'un xato kirib ketdik bu. Chunki men nima pesh bo'lmaslik kerak. Xo'p, qaranglar mana. W is mana 300, K is minus 20. Yani minus 20 chiqqan bo'ldi. Nima chiqdi? Chunki add funksiyon, sub funksiyon. Biz bularni nima qilaymiz? Chunki bu funksiyon ishlamni, buyruqlarni ijro qilgandan keyin natijani qaytarib beradi bizga. Integer qilib ishlatgan deb qaytarib beradi. Ammo haloni ishlatalamdoq, qarang sinab qo'yaylik, masalan qaranglar, ko'rib boqsanglar. Integer mesela nima deyli? Nima deydi? A B C D F deyli masalan. Qaranglar, F hello deb qo'yaylik. Qaranglar, mana qilsanglar hozir xato ko'rsizlar. Chunki nima? Hello is void. It has nothing to retrieve. Uni ichida sizlarga qaytarib bergan natija yo'q. Mana qaranglar, ko'rsizlar xato ko'rsizlar mana. Void value ko'ringlarmi mana? Not ignored. Okay, mana buni qaytarolmaysizlar. Shunga bu xato. Shunga mana xato qildi. Bu mumkin emas. Xato. Buni bizlar maqsad nima bo'lyapti desak, hozir biz bu yerda void funksiyon bilan non-void, ya'ni type funksiyalarning farqini ko'rgan bo'ldik. Qanday ataymiz, qanday atamaymiz. Endi bizning 10 minutimiz vaqtimiz qoldi. Ya'ni sizlar Arduino'da ko'radigan funksiyani bir tunishtirib o'taylik. Ko'ryapsizlar bu yerda mana funksiyalarni biz 3 xil shaklda yozdik hozir. 3 xil shaklda yozdik. Add yozdik, integer subtract bu yerda yozdik, and void hello bu yerda yozgan bo'ldik. Yaxshi. Endi biz standart o'lchamlik C++larda biz funksiyonni to'piga yozmaymiz. Mesela biz ko'rib boqaylik. Yana bir funksiyon yozaylik. Mesela qanday yozamiz? Qaranglar, mana shakl yozamiz. Integer multiplication. Qaranglar, nima qo'yib bu yerga? Mana sizlar Arduino ko'rgan funksiyon. Qaranglar, integer. Qaranglar, mana yozib qo'ydim. Integer. Nim farqi bor bu ikkisiniki. Menga qarasanglar, I have function bor. Bu yerda funksiyonninki gövdesi bor. Qurilmasi bor. Ishlimi bor. Menga yo'q. Nim bor? Faqatlikam ko'ryapsizlar, nim borkin ism bor. Masalan, yana yozish mumkin. Masalan, what max yozib qo'yaylik. Degan gap menga ikki sonini birda cho'ngini. Masalan, nim qilsin, ikkita sanasi integer, qaranglar, integer. Yana semikolon. Bu yerga yozdimmi? X qaranglar, m bor, n bor. M bormi? Yo'q. Menga x y bordi. X y bormi? Yo'q. Ammo o'lchamlik C++larda funksiyalar mana shu shaklda yoziladi. Endi savol sorishinglar kerak. Voy, bu odam yozdingiz, bu funksiya bu nima ish qiladi? Albatta biz buni yozish uchun pardon, men save qilib qo'ydim. Agar menga kelsak, mana funksiyani xato chiqadi. Qaranglar, masalan, men bir ko'rdi, qadam-qadam. Siz meni kod yozma, men ekran qaranglar, chiq vaqtimiz qolmadi. Men sizlarga copy paste qilib tashlab beraman.
out. Qaranglar. Test what? Test mal and my max functions. Bularni sinab qilamiz deb vaqatimi? Deb. Ana qanday sinab qilaman buni? Mana cout. Nima qilaman? Multiplications. Nima uchun birishim kerak? 2 birishim kerak. Chunki integer yozdim bu yerga 2, 3. Oniki nima ish qilaman? End line. Multiplication qaranglar, xato olamiz. Undefined ko'rdinglarmi xato ko'p. Endi so'rashim mumkin. Qanday yozgandingiz bu yerga ishlamay qo'ydi bu. Chunki bu nima? Prototype. Ya'ni shakli. Ya'ni biz ba'zida signature deb qo'yamiz buni. Faqat funksiyani shakli ekan bu. Biz gavdasini qaranglar, miya kelamiz mana. Gavdasini main funksiyaning aqsiga yozamiz. Qaranglar, main ish ekan-ku mana. Keldik mana. Mana qaranglar, comment mana yozib qo'ysam mana. End of the main function. Qaranglar mana. Main funksiyon tugagan yerdan boshlab mana funksiyani yozib qo'yamiz. Masalan, bu chekga o'xshash bo'lishi kerak. Qaranglar mana, mishga yozib bu yerga mana integer multiplication. Miyada o'zgargich qo'shamiz. Qaranglar, shakl integer. Shunga miyada o'zgargichninki foydasi yo'q. Alohida ahamiyati yo'q miyada mana. Miyada o'zgargich bo'lsin bo'ladi, bo'lmasin bo'ldi. Hech qanday kerak yo'q. Ammo miyada cho'qon bo'lish kerak. Mana nima deyman? Integer a, integer b. Open close. Qaranglar mana. Nima ish qilamiz miyada? Multiplication degan gap integer yozganligim uchun nima ish qilaman bu yerda? Cho'qon chiqsani ko'paytishni qaytarishim kerak. Return a multiply b. C++ da shu nima? Yıldızning ma'nosi ko'paytish. Multiplication. Okay? And ikkinchisi nima? Yana bir funksiya bor deb qolgan bu yerda. My max. Unda biz buni qanday qilaman? Yanmaga qaytib kelishim kerak. Ma'noga yozib qo'yaylik. Aralashib ketmasin. And of the what? Mal function. Good. Endi buni qilishimiz mumkinmi? Qilishimiz mumkin. Masalan, qaraylik. Buni nima qilamiz? Mana ismiga cho'qim o'xshash bo'lishi kerak. Cho'qim ismi o'xshash bo'lishi kerak, my max bo'lishi kerak. Bo'lmasa xato bo'ladi. My max, ammo bu yerda o'zgaruvchi bilishimiz kerak. Qaranglar. Integer a, integer b. Xo'p, oldik, chapladik. Bu yerda nima ish qilaman? A bilan b ning qaysi cho'ngsan bo'lsa, menga qaytarib bersin. Bunda biz nima ish qilamiz? O'qituvchilarning menga aytdi, sizlar oldin qatlarda condition silishtirishni o'rgangan ekansizlar. Unday bo'lsa, shu bo'yicha qaranglar mana. If qaranglar mana. Deymiz a is greater than b. Agar bu shart, if this condition is true, agar bu to'g'ri bo'lsa, nima qilaman? Mana h tirnoqni yopiq tirnoqni nima blok çalışıyordu. Vermiştiniz return a. Check it. Agar xato bo'lsa, bunda biz xato bo'lgan gap. Yes, question. Else, then we say return b. Mana. If else ishlatgan bo'ldik. Masalan, control save qilsam ham ketmaydi. Masalan, mana endi kopyalab sizga tashib beraman. Mana. Yetishmagan bo'lsa, chat. Mana. Ma'lum sinab qilib qo'ygan. Sizlarga chapsana bo'ldi. Ilib, mana nima qilamiz? Main qilamiz. Qaranglar. Men ishlatib qo'ygandim. Nima qilgan test, mana multiplication ko'rdinglarmi? 2 3 bergan. Sinab qo'yaylik. Qancha ko'ramiz? Voy. Qaranglar, mana 6 chiqqan bo'ldi. Ana keyin yana bir sinab qo'yaylik. Ikkisini qaysi cho'ng deb. Qaranglar, cout. Qanday my max is, qaranglar, my max number is deb qo'ydi. Mana funksiyon qilib nima? My max sonini beraydi. Qancha beraydi? 20 30 bilan 50 ni beraydi. Endi qilib nima qilamiz menga? Endlar qilib qo'ydi. Endi quruvchi kelsin. Endi buni o'zgartirgan shaklda yozamiz. Sonning yerini almashtirib qo'yaylik. To'g'ri bilanmi? Bu mana nima test qilyapmiz.
Mana kopyalaydi. Vaqtni tejash uchun mana. Ikkini yangisini o'zgartirib boqaylik. Qayerdan? Mana 50 30 bo'lsin. Qanday bo'ldi? Sonning yerini o'zgartirdik. 50 ni beremdi, bermemdi. Buni ko'rib boqamiz. Qaranglar mana. My max 50, my max 50 demak, ma funksiyon to'g'ri ekan. Endi biz plus'ni qissak, C++da o'lchamlik kod program yozgan vaqtimizda yoki sizlar Arduino bilan program yozgan vaqtinglarda cho'qim to'g'rilarda internetdan program tushirsizlar. Biz buni template deymiz. Shu vaqtlarda bu shaklda ko'rasizlar. Belki so'rashinglar mumkin. Muallim ma funksiyoniga yerini o'zgartirsak bo'lamdi? Ha, albatta buni o'zgartirasizlar. O'zgartirsanglar bo'ladi. Ammo qaranglar, sinab boqaylar, mana bu yerga qaranglar. Va xalloni yerini o'zgartirman, qaranglar. Nima ko'rasizlar? Qaranglar, kat qildimmi? Kat degan gap kesib aldim. Qaranglar, mana indaylar. Qaranglar, end of the function. End of the qaranglar, of the function. Qaranglar, mana bu chapildimi? Mana ne gap bo'ldi? Mana funksiyaga keldi degan gap bo'ldi. Ana funksiyaga chiqsak, men hello bormidi? Ba'da qaranglar, men hello ishlamdi. Ijro qilib boqaylik. Qarasanglar, ishlamadi. Neydi? Hello was not declared. Ya'ni hello bet yo'q deb xato beradi. Ammo bet bormidi? Bor to'g'ri. Nima ishlamaydi? Chunki C++ yoki butkul programlar yuqoridan tuvanga ishlaydi. Yuqoridan tuvanga qarab ijro qiladi. Anda keldi. Hello to'xtab qoldi. Topamadi. Unda bo'lsa, demak biz bir fikr berdi. Buning funksiyasi nima ekan? Ma ikki qo'rning maqsadi programga integer mainga nima ekan? Do'stim, qara, mal va mymax degan funksiyalar bor deb bizga puchur berdi. When is the class? You can leave when you like. Yes, you can leave. Mubarak. Okay. And so what's the prototype? So how to solve this problem? To solve this problem, yes, you can add a prototype for this void functions. Okay, how do you write? Void hello. Okay, open and close. Let's try it. What will happen? Compile. Look, now we don't have an error message. Neden? Çünkü sebep şu. Çünkü hello degan vaqtimizda program bu yerda introduce qilgan bo'ldi buni. Undan keyin hello kelgan vaqt nima qildi? Demak, bu yerda men program hello kelgandan keyin bu yerda men programni qanday qildi? Bu funksiya men tanlamagan. Bu yerda biz yozgan shunga program ishlagan bo'ldi. Evet. Unda bo'lsa, darsimizni misha to'xtatamiz. Ba'zi o'quvchilar dars qachon to'xtaydi deb so'rayotdi. Chunki men 1 soat dars o'tishni talab qilgan. Shunga men 7 da boshlatdim. 8 3 minut vaqtimni qo'ydim. Kechirib qo'yinglar, 3 minut vaqtimdan chiqarib qo'ydim.